5 ta kızım var. Elhamdülillah. 5 ta. Bir-biridan shirin. Bir-biridan shirin. Keliniz bilan turmush qurganiga 13 yil bo'ldi. Biroq marta aytmadim, sen qiz tug'yapsan. Qiz bola nasl tarqatuvchi o'rni oladi. Otani aksini Alloh taolo qiz bolaga beradi. Bizlar o'g'il bola deymiz nasl tarqatuvchi, yo'q, qiz bola. Har kuni 12 ta farishta yerga tushib qiz bor xonadonga kelib 3 tasi istig'for aytar ekan ota-onasiga gunohlarini kechirish uchun. 3 tasi davlat tilar ekan o'sha darxonaga. 3 tasi jannat. 3 tasi ofiyat. Bundan ortiq baxt bormi? O'g'il bola deymiz. Ba'zi birlar xotini o'g'il tug'sa balnisaga ham bormaydi. Yarashadik sochimdagi qirovlari, so'nmagan hech yurakdagi alovlari. Yarashadik sochimdagi qirovlari, so'nmagan hech yurakdagi alovlari. Yaxshi bo'lsa o'g'il bo'lar kuyovlari. Min o'g'liga alishmayman qizlar. Min o'g'liga alishmasman qizlar. Yaxshi bo'lsak o'g'il bo'lar kuyovlarimiz. Min o'g'liga alishmayman qizlar. Min o'g'liga alishmayman qizlarim.